2026-yil Umra safariga borish narxlari qancha bo'lyapti? Hikmat Travel'da qanaqa yangi reyslar qo'yildi degan obunachilarimiz videomiz oxirigacha ko'rib turasizlar. Aynan shu video sizlar uchun. Videoni boshidan bizga bittadan layklarda bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa Hikmat Travel'da qanaqa yangiliklar bo'lishidan qat'iy nazar birinchilardan bo'lib kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Sizlar layklarda bosib tursalar, xudo xolasa biz Abdug'offor akadan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, obunachilar uchun yangi reyslarda narxlarni birma-bir tushuntirib berasiz, keyin aka shart-sharoitlarni, to'lov masalalarini tushuntirib beramiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, avgust oyidagi reyslarimizni aytib o'tamiz. Vodiydan bormoqchi bo'lganlar uchun Farg'ona yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz kunlari 23-avgust kuni bor, 29-avgust va 30-avgust kuni reyslarimiz bor. Buni narxini $980 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Farg'onadan 23-avgust, 29 va 30-avgust kunlari. Xo'p, Toshkentdan avgust oyida reyslarimiz kunlari 22-avgust, 24-avgust va 25-avgust kunlari reyslarimiz bor. Bularning narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Toshkent yo'nalishi bo'yicha. Xo'p, sentyabr oyidagi reyslari qachon bo'lyapti deydigan obunachilarimiz uchun sentyabr oyida ham reyslarimiz qo'yilgan. Buni kunlari xudo xolasa Toshkentdan bormoqchi bo'lganlar uchun sentyabr oyiga xo'p 4-sentyabr, 5-sentyabr, 6-sentyabr, 7, 8, 11, 12-sentyabr kunlari Toshkent yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz qo'yilgan. Xudo xolasa. Buni narxini ham $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. O'zlariga qulay bo'lganiga xudo xolasa joylarini biron qilsa bo'lar ekan. Bemalol bo'laveradi. Endi Vodiydan boraman degan obunachilarimiz uchun sentyabr oyida Namangandan reyslarimiz bor. Namangan yo'nalishi bo'yicha. Sentyabr oyida 3-sentyabr kuni bor, 10-sentyabr, 17, 24-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsalaring, joylarni biron qilsalaring bo'laveradi, xudo xolasa. Chiroyli qilib yana ma'lumotlar beriladi. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa. Endi aka, o'zi 14 kunlik umra safari ichiga nimalar kiradi, sharoitlari qanaqa bo'ladi aka endi boshgandan keyin? Xo'p bo'ladi. Sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2,5 kilometrgacha. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar gastitsani. Bundan tashqari avtobus xizmatlari qo'yilgan. Gastitsaga joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuvlar bo'ladi. 50 bosh iloji boricha birga borib, birga kelishadi. Agar birga borishmasa, o'sha aeroportda kutib olishadi, xudo xolasa. Xo'p, undan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Har bitta odamga, xudo xolasa. Har bitta odamga. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimiz o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r aka. Endi mana shart-sharoitlar eshitdik. To'lov masalalari qanaqa endi aka sizlarda? Xo'p, to'lov masalalarimiz xohlasalaring ofislarimizga kelib joylarni biron qilishlaring mumkin. Ofislarimiz manzillari Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yoki bo'lmasam, shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Onlayn joylarni biron qilsalaring ham bo'laveradi. Bemalol aloqaga chiqinglar. Qanday qilib joylarni biron qilishlikni o'zimiz o'rgatib tushuntiramiz, xudo xolasa. O'zlariga qulay bo'lganda, xudo xolasa to'lovlarni ham amalga oshirsa bo'lar ekan. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Abdug'offor akaning o'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yapmiz. Yanada sizlarga to'liqroq ma'lumot berib o'tadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.